Jekalang ishlaydim, sen kat martabacha, seni yuragim yorilsa o'ylaman-ku. Sen nima ish qilasan? To'g'ri, dam o'tiring, pul bilan og'zingizni yopaman. Men qarachi, endi yuragim yorildi, nima qilay? To'g'ri, bular sizga ko'plik qiladi. Mana shu bitta ham yetadi sizga. Taksichilik qilyapsizmi? Ha, taksichilik qilaman. Qira bo'raman. To'g'ri. Yomon isib ketyapman. Shu meni bir Sibirmi, bir Antarktidami, pingvinlar yonigami salqin joy bo'lsa bo'ldi. Olib boraman jiyanim. Jiyan keldik. Tur. Qira keldik. Pingvinlar qani? Pingvinchalar ichkariga. Jiyan qanay? To'g'ri o'qotaman-ku. To'g'ri, haqiqatan ham yaxshi joy ekan. Qira ketirdingiz meni. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana ovqat tayyorlayapman. Ha, jiyan yashang. Jiyan, mana bu ovqatni yeysan, isib ketasan o'zi. To'g'ri, haqiqatan ham yaxshi ekan. Mazza qilaman. Bu zomindagi diydor dam olish maskani. Bu joyga kelganlar darmonda, kelmaganlar armonda qoladi. Shunday joyga soyni oldida mazza qilib, tapchanchangizga mazza qilib dam olasiz. Undan tashqari bu joyda bor-ku, ovqatlarni o'zingiz tayyorlaysiz. Menga qarang, oilaviy borgan bo'lsangiz, mazza qilib yotish uchun xonalari ham mavjud. Tog'ajon, dam oladigan joy topdimman. Zomindagi diydor degan maskanda yaqinlar bilan diydor g'animat o'tirish baribir boshqacha. Sizlarga ham tavsiya beraman. Kelinglar.